Hammaga salom bolalar. Men sizlar bilan yana o'sha King 777 VIP bo'laman. Bugun biza 659 almasga mana bu yangi kelgan taxtni tushiramiz. Bismillah. Ketdi davay. Voy, maloch! Maloch, хорошо себе. Kimda bor bu emotsiya? Kimda bor? Aytinglar, kimda bor? Wow! Хорошо. Хорошо себе. Endi bitta katani ochib o'ramiz. Молодец себе. Mana bizda 92 almas ortib ham qoldi bolalar. To'xtab turinglar. Bitta avatarka olamiz. Avatarka oldik. Parashyut ochamizmi? Banner avatarkani o'zini ochamiz. Banner avatarka oldik. Davay. Avatarkani o'zini olamiz. Mana bolalar, ko'rdinglar, kayf qilib jackpot qildik. Endi evolyutsiyalarimiz ko'ramiz. Kiramiz. Internetda yaxshi ishlamayapti-da. Wow! Oh, o'nazini Yop, твою мать. Mana buni bek qo'yamiz. O'ynaydigan emotsiya yo'qotdik. Ketdi ana. Ekranda qilamiz. Wow, хорошо себе. Hozir telefon qotdi bo'lmasa yaxshi bo'lardi. Endi katana ko'ramiz. Katana skin tushgan. Mana birinchi katana skinimiz bolalar. Ketdi ana. Qo'yildi. Mana bolalar ko'rib turganlar endi avatarka bilan banner avatarkalarimizni qo'yib olamiz. Avatarka ili banner. Mana bolalar ko'rib turibsizlar. Bugun biza qirol bo'ldi. Yana almas donat kerak bo'ladigan bo'lsa, meni kommentariyamga ID'laring yozib qo'yinglar. Men o'sha ID'larning ichidan 3 kishini tanlab olib, o'yin o'tkazaman. O'yinda berkinmachoq o'ynaymiz. Berkinmachoq o'yinida kim yutsa, o'shanga biza 200 almas donat qilib beramiz. Xayr bolalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.